Lazerni epilyatsiya qilishdan oldin, intim yoshartirish, lazer qilishdan oldin chanoq sohasini uziy bo'ladi, bachadon va tuxumdonlarni ko'rish kerak, hamda ko'kraklarni uziy qilish kerak bo'ladi. Shu savol juda ham ko'p beriladi. Lazer protsedurasidan keyin menda mana bo'ldi, menda kista bo'ldimi deydi. Biz to'g'ri tushunishimiz kerak-da. Intim lazer bo'ladi, CO2 lazer hisoblanadi. Lazerni epilyatsiya bo'ladi, diodli lazerda ishlaydi. To есть lazer nomi bir, lekin usullari har xil. Masalan, men o'zim qinlarni toraytirish yoki kuydirish yoki labioplastikalarni CO2 lazerda ishlaymiz. Lazerni epilyatsiya ko'proq diodli lazerda ishlanadi va ularni organizmga ta'siri turli xil bo'lishi mumkin. Endi sizni savolingizga kelib chiqqan holatda yomon narsalarga olib keladimi, onkologiyaga olib keladimi deydi. Yo'q, aslida unaqa holat emas. Bu gaplar qayerdan kelib chiqqan? Demak, biz bilamiz, lazerni epilyatsiya, CO2 lazerlar ishlatilgandan keyin qon aylanishi kuchayadi o'sha sohalarda. CO2 lazer bilan ishlanganda intim toraytirishda ichki a'zolarda ozgina qizish va lazer oqibatida demak o'sha yerda qon aylanishi yaxshilanishi mumkin va hattoki shunday holatda bo'ladi, intim yoshartirish qilgandan keyin homilador bo'lib qolgan ayollar ham bor. Kravatok yaxshilanadi, tuxumdonlar faoliyati yaxshilaydi, ovulyatsiya bo'lib ketadi. Bo'lgan shunaqa holatlar, ayol saqlangan holatda bo'lgan, lekin homilador bo'lib qolgan. Maslahatim, qaysi paytda qilinmaydi lazerni epilyatsiya yoki intim lazer? Kuchli vaspaleniya bo'lsa yoki onkologiyaga moyillik bo'lsa, qon aylanishi yaxshilangan uchun jarayon tezlashib ketishi mumkin. Shuning uchun maslahatim, agar boshlanib kelayotgan jarayon bo'lsa, bu muolajalarni olmay turgan yaxshi. Buning uchun demak lazerni epilyatsiya qilishdan oldin yoki intim yoshartirish, o'sha ichki lazer qilishdan oldin bular albatta uziy, chanoq sohasini uziy bo'ladi, bachadon va tuxumdonlarni ko'rish kerak, hamda ko'kraklarni uziy qilish kerak bo'ladi.